bo'lganda meni ko'rib qolardi. Hozir o'sha janob merning qimmatbaho tojini o'g'irlayman. Lekin derazadan bir amallab kirib olish problema, chunki 2 blok tepada ekan. Mayli, akrobatikaga bekorga o'qimagandirman. Hoppa, kirib oldim. Endi qani edi toj? Janob mer yaxshimi uxlab qolgan ekan. To'g'ri uyiga ketibdi-ku. Mayli. Bu tojni oldim, endi bu yerdan juftakni rostlash kerak. Xo'p, qanday chiqsam ekan? Boyagi usulni qo'llayman. Hoppa, yaxshi. Endi surib yormasam, kimdir ko'rib qolsa, keyin surdiradi yaxshilab. Ertalab bo'lib ketibdi-ku. Yo'q, aka, turing. Nima bo'ldi? Bu yerda toji o'g'irlanib, sizni chaqirishdi o'shanga. O'g'irlab ketibdi. Nima qilish kerak ekan? Borishim kerak men shunga. Borasizda. Bo'pti, bo'lmasa o'tirib tur ertalabdan, lekin yuz qo'limni yuvmasdan qayerga ham borardim? Yuz qo'lni qayerda yuvardim? Omonatdagi rakvinani olib tashlaganim esimdan chiqib ketdi. Mayli, borib endi polizda yuz qo'limni yuvib kelaman. O'zimni polizim toza, chunki qochib turay yaramas. Chunki o'zimni polizimni atrofini o'rab qo'yibman. Qolganlarni bo'ldi bashiramdi. 3 karra kirib yuvib chiqsam chotga. Qolganlar polizning atrofi ochiq, любой kishi любой narsa qilib ketishi mumkin. Qalaysan yetel. Yaxshi, polizingiz zo'r pishibdi. Zo'r pishgan. Kirib bemalol olishim mumkin. Bugun saxiyman. Unda nimaga urdingiz? Prosta endi yo'limdan chiqma dedim-da. Keyin yopib ket eshikni, xo'pmi? Mayli, rahmat. Xudo xayringizni bersin. Sen meni so'kyapsanmi? Bu so'kish emas, bu duo qilish-ku. Unda rahmat duo qilgan bo'lsang. Amin, Allohu akbar agar duo qilgan bo'lsang. Siz yangi kiyim olsin, brat. 2 xil kiyim, 2 xil rangli. Bu juft look deyiladi. Juft look? Shunaqa. Yaxshi. Eshitdingmi? Nimani? Janob toji qolibdi. Rostdanmi? Rostdan ham. Kim o'g'irlabdi? Bilmayman, kim o'g'irlagan hali aniq. Borib so'rab ko'r. Bo'pti, mayli, o'sha yoqqa ketayotgandim. Kim o'g'irlab ketibdi-kina? Janob mer tojini ham o'g'irlashadi. Men qiyini shu janob mer tojini o'g'irlash. Do'kon ochilibdi-yu, do'kon oldin yopiq turardi. Brat, xo'rmang. Salomat bo'joqa, ishlar qalay? Bo'ladi, rahmat. Janob merda toji qolgan deyishyapti, rost ekanmi? Bilmadim, o'shani aniqlash ketyapman. Bo'pti, menga aniqni aytib o'tib ketgan. Bo'pti, brat, sizni bexabar qoldirmayman. Mayli. Yaxshi bo'pti-ku. Janob mer boshida toji yo'q, yaxshi. Bu yerda politsiyachilar, demak, janob mer sразу trevoga e'lon qildi. Yangilikmi? Mahalliy idorasi deb yozib qo'yishibdi-ku. Zo'r yangilik bo'pti. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum. Qalaysan, yigitcha? Rahmat, o'zingiz ham yaxshimisiz? Bo'ladi. Nima qilib yuribsan bu yerda? Shunchaki o'zim kelgandim, bu yerda nima bo'lyapti? Janob mer toji yo'qolgan. To'g'ri, toji yo'qolgan eshitdim. Qayerdan eshitding? Butun qishloqda shu gap. Kim aytdi senga bunaqa bo'ldi deb? Aytayapman, butun qishloqda shu gap. Bo'pti. Kirib, agar biror narsani bilsang, boshlig'imga hisobot ber. Boshlig'ingiz bormi sizda? Albatta, men nima edi? Oddiy askarman. Askar? Oddiy, nima edi? Politsiyachiman-da, xullas, bor boshda ortma. Mayli. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum, jo'xa keldingmi? Janob mer, yana izvasta qilyapsiz. Kelganim yo'q, uyda o'tiribman, choy ichibman mana. Choydan qo'ying, davay, choy ichamiz. Izvasta qilyapman, sen izvasta qilyapsan. Yigitcha, ortiqcha o'yin kulgi qilma. Xullas, janob mer toji qolgan, topish kerak. Topish kerak. Topasiz, davay, siz politsiyachisiz-ku, siz topasiz-da, конечно, men topmasam kerak. Yo'q, bu ishga men emas, sen mas'ulsan. Nima men mas'ul ekanman? Sen chunki meni o'ng qo'limsan. Sizni qo'lingiz yo'q, qaysiga voy nima deyapman? Qandaysiga men sizni o'ng qo'lingiz bo'lishim mumkin? Shu qo'lim yo'qda, qo'lim yo'qligi uchun sen o'ng qo'limsan. Mayli, lekin qayerdan topishim mumkin? Xullas, biz bu yerni yaxshilab sinchkovlik bilan tekshirdik-ki, o'g'ri derazadan kirgan. Kanishni derazadan kiradi. Tomdan tushib kelmasa kerak, deraza ochiq turibdi-yu. Kecha janob mer derazani yopmay ketgan. Esimdan chiqibdi. Toza ahvolmasa deb ochib qo'ygandim. Isarlik qilmas kerak. Janob mer endi bunga men aybdor emas-ku. Endi iltimos jo'xa topib. Kecha derazadan chiqqan va chap tomonga yurib ketgan. Ya'ni ko'zning orqasidan ketgan. Tushunarli, demak, bu yerdan derazadan tushgan va chap tomonga yurib ketgan, shu tomonga, to'g'rimi? Shunaqa, men aniqladim. Zo'r. Sizni lavozimingizni ko'tarish kerak. Siz buni lavozimini ko'taring bu bratni. Ishing bo'lmasin, bu yoqqa kel. Xo'sh, keyin esa adashmasam o'sha tomonda o'rmonga qarab kirib ketgan va bu hali noma'lum. Tushunarli. Unda men ketdim, borib aniqlayman. Faqat ehtiyot bo'l. Senda qurol bormi?
Menda qurol yo'q desam nima bo'ladi, bor desam nima bo'ladi? Yo'q desang qurol beraman, bor desang hech narsa qilmaydi. O'sha qurolingdan foydalanasan. Unda bor. Bo'pti, borib tezroq ishni bajar. Aytgancha sen nimaga qurol ishlatyapsan? Qurol shunchaki shunaqa vaziyatlarda kerak bo'ladi deb olib qo'yibman. Bo'pti, bor mayli. Tezlash faqat. Aha, mayli. Tak endi uydan qurolni olish kerak, tojini topish kerak albatta. Lekin toj qayoqqa yo'qolganiga men hayronman, obunachilar. Endi esa detektiv Jo'xa o'z ishini boshlaydi. Detektivlik qilaman, ya'ni detektivlik va. Brat, aytgancha toj o'g'irlanibdi haqiqatdan ham. Zo'r bo'pti, zo'r bo'pti. Nimasi zo'r? Janob merda bir bosh og'risin, ich siqilsin, bir kayfiyati tushsin. Unaqa yomon niyat qilmang, brat. Siz o'zingizga ham qaytish mumkin-da, prosta tak. Xo'p, ana endi uydan qurolimni olishim kerak o'zimni himoyalash uchun. Xotin nima qilyapti ekan? O'tirgan bo'lsa kerak, xotin har doimgidek kun bo'yi mashhada o'tiradi faqat. Tak, hozir qurollarni olamiz. Qurollar joyi mana bu yerda bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Tak, mana bu qurolni olayman, chunki qurol menga juda ham yoqadi. Atak dahshat boshqa qurollarim ham bor edi-ku, ularni sotib yuboribman ekan. Yo'q, bu yerda bilmayman, balki rostdan ham sotib yuborgandirman, balki sotib yubormagan bo'lishim ham mumkin edi yoki bilmadim xullas. Hozir amallab nimadirlar qilib aniqlashga harakat qilaman, lekin o'g'ri xavfli bo'lishi ham mumkin. Axir nima deyapman, agar uni qo'lida quroli bo'lsa-chi, menga qarata hujum qilsa-chi, keyin men nima qilurman? Tentakman, menda ham qurol bor-ku. Qurolimdan foydalanib tirs uzr, brat, shuni kechirasiz, xo'pmi? Uzr, ming bora uzr, brat. Sinab ko'rayotgandim. Qo'limga tegdi, yaramas. Brat, sorry, ming bora sorry, boruq. Bilmagandim, brat, sinab ko'rayotgandim. Boshqa joyda sinasang bo'lmaydimi? Yaramas. Bo'ldi, kechiring, brat, iltimos, bo'ldi, men ish boshlayman. Bratlar, ish boshlayapman. Bo'ldi, tezlash. O'qda behudaga saflama, tentak, ana jetalni qo'liga nima qilding? Azincha shishilib ketibdi. Nima, uchta o'g'ing tegibdi. Siz qayerdan bildingiz? Men o'zim aytdim, uchta o'g'ing tegdi deb. Kechirasizlar, xo'p. Men ish boshlayman xullas. Bu yerdan chiqqan, qurolni qo'yib turayin. Telefonda olay mayli. Bu yerdan chiqqan, keyin esa chap tomonga yurgan. Chap tomonga mashina bor, qanday yurgan? Tentak kecha mashina yo'q edi-ku. To'g'ri, kecha mashina bo'lmagan. Kecha to'g'ri. Kecha mashina bo'lmagan. Lekin o'g'ri ham kecha bo'lmagandir balki. O'g'ri kechasi o'g'irlagan. Unda to'g'ri. Unda shuna kelgan. Bundan o't olmagani uchun ham bu tomonga burilgan. U ham bo'lmagan kecha. Unda qani? Qayerdan o'tib ketgan? Shular bo'lmagan, shular joyidan o'tgan. To'g'ri, joyidan o'tgan. Buni olib turamiz undagi joyidan o'tgan bo'lsa. Buni olib turib, bek qo'yib turamiz. Unda bu kecha shu yerda turgan bo'lgan. Opchi bu yerda bunaqa narsalar yo'q edi, biz olib kelib qo'ydik-ku. Shunaqa demaysizmi? O'zi sizlar o'g'irlamaganmisizlar shuni? Tentayimizdan biz qayerdan o'g'irlaymiz? Tushundim. Shunday kelgan, to'xtanglar, men qo'limga nimadir olmasam g'alati bo'lib ketyapti. Shunday kelgan, chap tomonga shunday burilgan, shunday to'g'riga borgan. Devol degan. Endi nima qilaman degan. O'ng tomoniga qaragan. Ochiq joy bo'lar ekan edi. Shunday bo'lib qarab ketavergan. Bu yer nima bo'lgan? Ko'chib ketibdi, bir ag'anashi mumkin. Yaxshi uzoqroqdan yuray deb bu tomonga o'tgan, ketavergan. Keyin shundoq kelganda bu tomonga qaragan qo'ylar turibdi. Yo'q, bu yo'q ham yo'q. Mayli, orasidan kirib ketaveraman degan, ketavergan. Keyin qo'liga bunaqa narsa, xullas, eshikni buzadigan narsa bor. Shunaqa narsani olib kelganda, bu qanaqa bino bo'ldi? Bunaqa demagan, chunki bu binoni faqat men hozir buni qanaqa bino ekan deyman. O'sha bino balki o'sha odamniki bo'lgandir. Mayli, o'sha odamniki deylik. Kelganda, "Yo'q, binomni oldiga keldim" degandan keyin shunday kelgan, eshigini qidirgan. O'zimni binom bo'lib turib eshigi qayerdan bilmaymanmi degan. Ya'ni men shunaqa deyapman, u unaqa demagan. Kelgan qaragan, "Yo'q, mana-ku eshigi" degan. Ya'ni u degan, eshigi ko'p ekan-ku. Vatta, qanday ochaman buni endi? Men bossa ochilam, buni bossa ochilmas ekan, obbo. Tak, ochilmayapti-ku. Qulflab tashlagan nima bo'lo? Rostdan ham qulf ekan, qanday ochsam ekan? Hozir menga bitta tayoqmi nimadir kerak. Qurol bilan ochsam bo'larmi ekan yoki? Tak, qurol bilan ochamiz. Tak, okey, menimcha ochilibdi. Yana eshikmi? Tak, bunisi ham ochilmayapti. Bunisini eshigi bu tomonda ekan. Tak, okey, yaxshi. Yana eshikmi? Nima balo bu? 36 eshik qo'yib tashlaganmi? Bunisini qanday ochaman? Bunisini ham bo'ldi. Endi ochilsa kerak. Ochildi mana. Yo'q, bu yerda sandiq. Tak, tushib ketdimmi? Bu yerda tuzoq bor ekan. Yo'q, rostdan ham tuzoq bor ekan. Bu yerdan qanday chiqaman endi? Obbo, bu qanaqa sandiq bo'ldi ekan? Bu yerda mana o'sha toj, lekin toj-ku mayli, men bu yerdan qanday chiqaman endi? Yaramas. Bu yerda tuzoq qo'ygan ekan-ku. Bu yerda qandaydir
Mana bu yerda taxtalar bor ekan. Endi menda reja bor. Birinchi o'rinda bizga bitta verstak kerak bo'ladi. Verstakni esa qayerga qo'ysak bo'ladi? To'xtanglar, xonani ichida o'zi verstak yo'qmi ekan? Yo'q ekan. Verstak qo'yib qo'ysa bo'lmasmikin, Qurumsoq. Bizga cho'p kerak bo'ladi, bilmayman nechtadir. Full hammasini cho'pga aylantiramizda, narvon yasab olamiz. Bizga 3 dona narvon bo'lsa bo'ldi edi. Narvonni qo'yamiz va tayyor. Voy jinni, bitta blok shunday qo'yib chiqib ketsam ham bo'lardi-ku. Nima yasab o'tirdim? Hamma hech narsa qilmaydi. Bu mana bu yerda yopib qo'ysam bo'ladi endi mana shu blok bilan. Buni shu yerda yopamiz. Kimgadir xalaqit berishim, yana kimdir tushib ketishi mumkin. Balki o'sha o'g'rini o'zi ham tushib ketishi mumkin. Bu qanaqa sandiq bo'ldi? Ochilmayapti-ku. Ochilmaydi. Bu oltindan yasalgan. Buni mana qilib ochish kerak. Ochilgandi-ku bu yana. Siraj yopilib qoldimi? Demak, tuzoqqa tushgandan keyin ochiladi, chiqqandan keyin yopilar ekan. Bu toshni qani, menga yarashar ekan, akalar. Kommentiyozinglar chiqqani yarashdimi yo'qmi? Buni yechib qo'yamiz. Bo'ldi, janob mer toji bu. Bo'ldi, men uni olib ketayim, oltindan yasalgan ekan, qaranglar. Bo'ldi, olib ketmayman, qarochi, og'ir narsa yo'q, baribir olib ketgani bilan menga vashchi foydasi tegmaydiganlar. Stop. Bu kim bo'ldi? Voy, yaramas, kimsan? Men Jo'xaman. Bu yerda nima qilyapsan? Sen o'zing kimsan? Men shu yerning egasiman. Demak, o'g'risan. Qanaqa o'g'ri? Tojni o'g'irlagansan. To'g'ri. Chiq, yo'qol, bu yerda o'tirma. Tushunmadim. Hozir tushuntiraman. Yaramas, asabga tegma. Qayoqqa tushuntirasan? Ketdim jaruch, olib tojni topshirayin. Ana shunaqa bo'ladi, jaruch. Toj qani? Toj o'zim degan tojni kiyib boray. Ular meni janob mer kelyapti deb o'ylasin. Janob mer qishloqi-ku, meni qishloq emas-ku. Men qishloq emas-ku, ya'ni to'g'rirog'i. Meni shunda janob mer deb o'ylashmasliklari ham mumkin. Mayli, harakat qilaman janob mer bo'lishga. Qo'y, menga qara. Men janob merman. Tushundingmi? Senga o'tdan boshqa narsani vobshi qizig'i yo'q, to'g'rimi? Ombor. Voy, bu yerda ham yangilik. Bu yerga ham omborxona degan yozuv yo'q edi, avval qo'yishibdi. Va bu yerda mahalla idorasi. Yo'q, akalar, opalar, topdim tojni. Rostdanmi? Rost. Unda sen ham politsiyachi bo'lsang bo'lar ekan. Yo'q, kerak emas. Menga janob mer o'yin qo'li bo'lish yarashadi. Qaroshda, mana toj yarashibdimi? Rosa yarashibdi, lekin bu toj senga mos emas. Janob merga ber. Janob mergami? Bermasam, bir-ikki kun shuni kiyib turayin, iltimos. Yo'q, janob merga ber. Buni egasi janob mer. Xo'p, janob mer shuni bir-ikki kun taqib turay, maylimi? Ruxsat bering, jitellarda maqtanib deganda. Yo'q, ber tez dedim men senga. Janob merdan so'rayapman, sizdan so'ramayapman-ku. Ber endi janob mer deyapti-ku, janob merga ber deyapti-ku, to'g'rirog'i. Nima makmaklab qolyapti hamma bugun? Bilmadim, menimcha mana shu toj yo'qolgani hammaga ta'sir qilgan. To'g'ri. Mana kiyib oling, qarochi, men ketdim. Qayoqqa ketasan? Kiyib oling, endi kiyishingizga qarab turmayman. Uyalmaysizmi siz hamma oldida kiyishga? Bu tojku, o'zing hozir yechding-ku. Voy, uyalmabman-ey.